Men bilan gaplashma. Demak, u kamayib borayotgan sundere turidan. O'ylaymanki, u mehr shafqat ko'rsatishni yoqtirmaydi. Ular juftlik emas, turmush qurganga o'xshaydi. Oh, haligi. Iltimos, menga qaramang. Nega u menga boshqalardan mutlaqo boshqacha munosabatda bo'ladi? Men uni yomon bola deb o'ylamayman. Hech bo'lmaganda u bilan do'st darajasida yaqinlashishim kerak. Aks holda men unga qarab tura olmayman. Biror bir fikr bormi? Uni sen haqingdagi fikri allaqachon salbiy bo'lsa, bu juda qiyin bo'ladi. Demak, bu meni keyingi missiyam bo'ladi. Uyga ketasanmi? Kechirasan, prezident mendan bir topshiriqni bajarishni so'ragandi. Ha, shundaymi? Bu kim? Ovozi quloq pardamga tegishi bilan meni g'azablantiradigan bir odam bor. Bu Iroha. To'liq tushuntirish kiritishingiz shart emas edi. Nima xohlaysan? Meni qo'yib yubor. Maktabdan keyin sizni yolg'iz ko'rganimga xafa bo'ldim. Shuning uchun yoqimtoy ko'qayingiz tashrifi sizni xursand qiladi deb o'yladim. Hech kim sen bunday qilishingni so'ramadi. Meni qo'yib yubor. Buni xohlashingizga ishonchingiz komilmi? Nima demoqchisan? Buni sezmadingizmi? Sizni orqangizga tegib turgan bu yumshoq va silliq hissiyotni. Ha, o'z-o'zidan ma'lumki, ko'kraging shu holatda menga tekkanda. Demak, nihoyat buni tushundingiz, senpai. Nima, rostdanmi? Men ayol tanasi haqida ko'p narsa bilmayman, lekin eshitganmanki, agar kiyim orqali ko'krak qafas sizga tekkanini his qilsangiz, ularning sun'iy shafqatsizligini bilasiz. Boshqacha qilib aytganda, yumshoqlikni his qilmaysiz. Yumshoqlikni his qilsangiz bu. Men ichki kiyimni kiyishni unutib qo'ydim. Ustiga ustak ko'ylagimning tugmalari ham otilib ketgan ko'rinadi.